Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Kuni kecha mana davlatimiz rahbarlari, muhtaram yurtboshimiz tomonidan o'ta muhim bo'lgan qonunni ijrosini qaror bilan tasdiqlab imzolab berishliklari bu biz uchun juda ham katta bir xayrli ish bo'ldi. Chunki giyohvandlik yoki giyohvand moddalarni oldi berdi sotisi yoki uni iste'mol qilishlik kabi razil illatlarni oldini olish maqsadida imzolangan bu qaror inshaalloh xalqimizni sog'lom hayoti uchun, sog'lom turmushi uchun, barkamol avlod uchun va jamiyatimizda halollik, to'g'rilik va aqllik farzandlarimizni voyaga yetishlari uchun yoki noqonuniy turli jinoyatlarni oldini olishlik uchun juda katta xizmat qiladi. Giyohvand moddalarni iste'mol qilish yoki bularni oldi sottisi bilan shug'ullanish albatta bu jamiyat uchun xiyonat, balki bu iymonga, millatimizga, musulmonchiligimizga mutlaqo yot bo'lgan ishlardir. Demak, shar'an olib qaraganimizda bunday ishlar nojoiz, mumkin emas azizlar. Mana shu qarorni imzolanib, mana shu qonunni kuchini yanada kuchaytirib, buni qattiq bir ijroga yo'naltirilishligi bu juda ham katta jamiyat uchun manfaat bo'ldi. Buni xizmatiga endi siz bilan biz kirishmoqligimiz, ijrosini ta'minlamoqligimiz faqat davlatni xizmati yoki qaysidir mutasaddi huquqni targ'ibot qiluvchi organlarning vazifalari, balki bu qonunda o'zida ham belgilab qo'yilgandek, ota-onalar ham, jamiyatimizdagi masalan aytaylikki o'sha mas'ullar ham har birimiz agar bunga murosasizlik bilan yondashib, shu qonunni ijrosini agarda to'g'ri ijro qiladigan bo'lsak, bu faqat manfaatimiz, shu jonajon diyorimizni yana ham bir farovon bo'lishligi, taraqqiyoti, ayniqsa yoshlarimizni hayotlari islohotlarga to'lishligini ta'minlagan bo'lamiz. Albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'zlarining muborak hadislarida islom ummatini, islom ahlini, balki butun dunyo inson farzand zurriyotlarini sog'lom, ko'rkam, barkamol, aqli terang bo'lishligini xohlaganlar. Balki shunday duolar qilganlar. Albatta mo'min musulmon kishilarni farzandlari shunday bo'lmoqlari kerak. Mana shu giyohvand moddalarni iste'mol qilish birinchi navbatda insonni insoniylikdan chiqaradi. Shariatimiz nima uchun buni nojoiz sanadi? Chunki bu narsalar insonning aqlini zoil qiladi. Insonni fikrlashini o'zgartirib yuboradi. Atrofimizdagi kishilarga, ayniqsa yoshlarimizga befarq bo'lmasak, ularni shunday moddalarni iste'mol qilishdan xabardor bo'lgan vaqtimizda kerakli nasihatlarimiz yoki kerakli masalan joylarga xabarni berib, bularni masalan ogohlikka, hushyorlikka chaqirsak, juda ham katta bir xayrli, savobli ishni qilgan bo'lamiz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir adashgan insonni to'g'ri yo'lga solib qo'yishlik bo'ladigan, ana shunday qilgan kishini bo'ladigan ajri savobiga marhamat qilib aytadilarki, dunyodagi barliq mavjudot uni agar mulki saltanati bo'lsa, ana shu mulki saltanatni Alloh yo'lida sarf xarajat qilib ihson qilib yuborgandan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Bir yo'lini adashib, yo'lini topolmasdan hayotda mana shunday qoqinib turli ko'chalarga kirib ketayotgan, ayniqsa shunaqangi giyohvand moddalarni iste'mol qilib yoki uni daromadiga qiziqib, odamlarni aldab, ularni masalan chuv tushirib, ularga qancha masalan zarar yetkazib iqtisodiy tomondan uni savdo sotiq bilan shug'ullanayotgan kishilarni biz to'g'ri yo'lga solib, halollikka chorlab qo'yadigan bo'lsak, bilaylikki biz ana Allohning nazdida butun borliq yer yuzini xayr, ihson, sadoqatga to'ldirgan yoki uni sarflab yuborgan kishining ajrini, savobini egasi bo'lar ekanmiz. Albatta shunday giyohvand moddalarni iste'mol qilayotgan yoki bularni oldi sotisi bilan shug'ullanayotgan kishilarni yoki buni toshish yo'llari bilan umuman mana shunga noqonuniy yondashgan kishilarga beriladigan jazoni kuchaytirilganligini ham eslatib o'tmoqchimizki, ularga kechirish yo'q, ularga avf yo'q. Alloh taolo mana shu qonunlarni hammalarimiz birdan yondashib, buni ijrosiga kirishib, bundan ko'zda tutilgan maqsadlarni chiroyli ijro qilib, yoshlarimizni tarbiyasiga birdek samimiy yondashib qolishligimizni Alloh barchamizga muvaffaq, muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.